10 daqiqada bir dunyo juda ham mazali shirinlikni tayyorlaymiz. Bu shirinlikni bir marta yeb ko'rib, unga oshiq bo'lib qolishingiz aniq. Juda ham mazali araxisli sherbet. Demak, birinchi bo'lib idishga yaxshi 200 ml qaymoq va 200 gram mazali zaychik qo'yiltirilgan sutni aralashtirib, gaz yoki mikroto'lqinli pechda isitib olishimiz kerak bo'ladi. Gazga qo'ysa bo'ladigan tegi qalin chuqur idishga 300 gram shakar solib, past olovda eritib olamiz. Olov baland bo'lishi kerak emas, aks holda shakar kuyib, taxir bo'lib qolishi mumkin. Shakar erib, shunaqa qizg'ish rangga kirganida unga tayyorlab qo'ygan qaymoq va qo'yiltirilgan sutni asta-sekin aralashtirib turgan holda qo'shamiz. Mana shunaqa ko'pirib, toshib ketadi. Shu payt sal ehtiyotkorroq bo'lasizlar. Endi bunga 100 gram sariyog' va yarim choy qoshiq tuz qo'shib, quyilgunicha pastroq olovda qaynatishda davom etamiz. Qanchalik mazali sariyog' ishlatsanglar, shunchalik mazali bo'lib chiqadi. Men doimgidek kallik sariyog'dan ishlatdim. Sherbet tayyor bo'lganini gradusnik yordamida bilishimiz mumkin. Past olovda massamiz 120 darajagacha ko'tarilishi kerak. Agar gradusnik tili bo'lmasa, sherbetni ozginasini muzdek suvga solib ko'rsanglar, sherbet aralashib ketmasdan mana shunaqa yumshoq irisga o'xshagan holatda bo'lishi kerak. Gazdan olib, bunga 200 gram yer yong'oq qo'shamiz. Xohlasanglar boshqa o'zingizga yoqqan yong'oqlardan qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Massani pergament qog'oz solingan 20 ga 20 santimetrli to'rtburchak qolipga quyib tekislaymiz. Endi bu shirinlikni ustini yopib, salqin joyiga qotmagunicha 2-3 soatga olib qo'yishimiz kerak. Sherbet tayyor. Endi uni keraklicha bo'laklarga kesib, mazza qilib issiqqina choylar bilan iste'mol qilishimiz mumkin. Juda ham mazali, yeganingizda Snickers batonchasini eslatib yuboradi. Shirinligimiz tishga umuman yopishib qolmaydi, aksincha og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni barchalarga tavsiya qilaman. Videoni saqlaniz qilib, yaqinlaringiz bilan ulashing. Xayr, salomat bo'ling.